Assalomu alaykum hoji aka, men dorozani terib qo'yganimizni qarang. Listi ham, profili ham ikkili variantda qilib qo'yganmiz. Silliqqa ishlab qo'yishganda bo'ldi. Mokri ranglarda qilib qo'yganmiz. Buni soqqali variantida soqqalarni cho'qib high-tech sifat qo'yganmiz-da. Yo'llarni, taglarni sho'lar holati. Tepasini ko'rsangiz, baland bo'lgan bo'lsangiz, joylaringiz shobadalar o'tib turadi. Zamoga keladigan bo'lsa, zamoga 8 li zo'bir zamodan qo'yib qo'yganmiz. Agar bu yoqmaydigan bo'lsa, atchatkali ham qilib beramiz. Holatiga qarab variant qilib beramiz. Yondagi dorozani ko'radigan bo'lsak, yondagi dorozani ham, profillarni ham, yondagi kesaklarni ham ungun profildan qilib qo'yganmiz. O'ta cho'tka variantda. Bular ham 2 qavat shumka o'ta zo'r. Tingir degan narsa bo'lmaydi. O'ziga yarashgan holatda nerjivakalarni ham qilib qo'yganmiz. Soch soqolni tarab qilib ketamiz. Ona qarash shart emas. Mana ruchkalarni ko'ring. Ruchkaga bolalar o'sirsa ham hech narsa bo'lmaydi. Xohlasangiz o'zingiz ham o'sirib ko'rasiz, sinash uchun. Bizda hamma temir mahsulotlar hammasi bizda-da. Kachalar deysizmi? Perila deysizmi? Reshotka, hamma so'rlar ham hammasi bizda. Murojaat uchun pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqasiz hoji aka.